Assalomu alaykum. Agar siz ingliz tilini 80 marta boshlab tashlab qo'ygan bo'lsangiz, bu video sizga albatta manfaatli bo'ladi, oxirigacha ko'ring. Hop, o'zim ingliz tilini o'rganib yurgan paytim elementarydan pre-intermediate-ga o'tsa, intermediate-ga o'tsa, o'zim bilan har doim nimagadir present simple, present continuous olardim. Nimaga o'rganib yurardim degan. Endi asablarim buzilib ketadi, bilgan narsam ustozim yana o'rgatib turardi. Kakut men uni bilmayman, lekin ularga ayta olmasdim. Ustoz buni bilaman, u o'tib ketaylik, boshqa narsa qilaylik. Men o'zim ingliz tilini mukammal o'rganganimdan keyin mana shu narsalar studentlarimga qilmayman, asab yomon buziladi degan va'da berganman. Mana hozir 5 oylik kursimni 8 yil ichida eng ideal formasiga olib kelib, Demand o'quv markazida sizlarga taklif qilaman. Darslarimizda asosan speaking bo'ladi, ya'ni ingliz tilini gapirib o'rganamiz. 70% speaking bo'ladi. Grammatik o'rgansangiz ham, so'z boylik o'rgansangiz ham. Chunki bilaman, darsda bitta yangi tema o'tiladi-da, shuni qog'oz chiqarib beradi, qillaringiz dars tugab qoladi shu bilan. Unaqa narsalarni men o'quvchilarimga uyga berib yuboraman. Vaqtni bemalol borli, qilsin, mani darsimda gapirib o'rganishsin deb. Darslarimizda faqat offline bo'ladi. Onlayn darslardan men voz kechganman, chunki onlayndan foyda umuman yo'q, natija bo'lmaydi. Chunki notebookga yoki telefonga qarab dars o'rganayotgan inson gapirmaydi-da, faqat grammatikani o'rganishi mumkin, ozgina o'rganadi, bo'ldi, tashlab qo'yadi natija bo'lmagandan keyin. O'shaning uchun men bulardan voz kechganman, faqat offline dars taklif qila olamiz. Darslarimiz haftasiga 3 marta 1 soat 20 minutdan ko'plardan eshitaman, bu vaqt kam-ku, har kuni qilish kerak, 2-3 soatdan qilish kerak. Yo'q, bu vaqt kamlik qiladi agar siz ingliz tilida hamma grammatikani o'rganmoqchi bo'lsangiz. Men sizga faqat o'ziga kerakligini o'rgataman. Men uverman, o'zbek rus tilida ham siz olmosh, ravish, ega qismlarni bilmaysiz, lekin ingliz tilini gapira olasiz. Bu degani grammatikani zo'r bilishingiz shart emas. Uni ishlatishni bilishingiz kerak, o'ziga kerakligini bilib. O'shaning uchun agar siz ham biz bilan ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, ma'lumotingizni hozir saytda qoldiring. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Promda ko'rishguncha.